Vi apa qarasın, yana kichik tarat qilyapsiz-ku. Ay men o'z bir qo'lim ish qilolmayvatsam, qarasini. Hey, sen apamning shundaligini bilgan bo'lgandan keyin bu cho'nglar zakasini keltirib qo'yib anda bir chiqsang bo'lmamdi. Va hozirda kiyimini almashtirgan. Birdan turib almashtiray debdim-a. Apa, sen uchun bizni shunda bo'za qilaveradigan bo'lsang, adil sanatoriyaga burtmasini. Kimni opirib etsa? Opam sana shunchalik ig'ir keldimi? Acha, ukam. Keldiganligingni baldir deb qo'ysanglamamdi. Keldiganligimni deb qo'ysam, sizlarning opamga qilgan muomalanglarni ko'ramas bo'lg'uydiq. Men nima qildim-a? Ha? Helim apam necha yillarni saq vaqtida shunda yaxshi qargan tursa, o'zing bir deb baqa. Apamni uyingga olib bir qatim yaxshi beqib baqdingmi? Kiyimlarini yupib baqdingmi? Bir qatim tamoqni yegizib bir baqdingmi? Biroq opamning davolanish pulini ocham bilan ishimiz vaqt-vaqtida sapiryapmiz-ku. Ey, kimsinin pulini xushtarka? Ha? Oyda yilda bir kap qo'yib, gapning yo'qligini chiqishaman. Sen chiqaman, yuklaman. Qara, bir kim chillab kelgandek. Voy saron bo'ldingizmi ya? Bunda qilsangiz men opamni baqinimiz bekor ketmamda. Opamni biz mushunaq silkishlab yaxshi muomala qilmabdi deb qolmamdi. Hey, helim necha vaqtlarda opamni yaxshi baqqan chog'da kelib qarab baqmay, mushunda vaqtda kezdib bilamda. Sen qarab turmay, men opamning kimni yengishlayman. Tog'azdiqo. Men opamni aytma dedimmi, cho'qim aytma. Acha bo'ldiqlar ochiqqa ayira. Balkim bizmi opamning akamga japasaga yirib kirib qolgan bo'lishimiz mumkin. Har qancha bo'lsin mushunda oshirib aytamda. Opamni silkiganda mening yurkim og'rib ketdi. Siz yurking og'rimadimi? Buguncha men qanday qilsam qilib opamni bu uydan aytma. Bir ishlarni bunda oddiy o'ylamayli acha. Akamni nechaqdan beri opamni yaxshi boqdi-ku. Opamni sen aytma degan bilan sen bizning xizmatimiz aldirash. Opamni akamdek boqolmaymiz. Akamning muqim xizmati bo'lmagandikan, opamga yanil akam qaravasin-chu. Biroq opam qayrganda bo'lsa-mu, bolalarning rohatini ko'rmay qiqilib so'qilib yursa qanday bo'ladi? Direktor, mening yurtda 2 kunlik ishim chiqib qoldi. Men ruxsat bersangiz bo'pti ekan. Bo'lmaydi. Nereden bulmuşsun qaytib keling? Rostilla jiddiy ishim chiqib qoldi. Qo'lingizdagi loyihaga shuncha uzun vaqt sarf qildingiz. Ish bitay deganda kelmasangiz 100 ming ko mukofotni quruq qolasiz. Bu pulning boshqalarning cho'ntiga uchib ketishini xohlamaydigansiz? Menga puldimi muhim narsalar kerak. Puldan muhim yana qanday narsa bor? Siz deb biqinga? Opamning xushalligi. Boyasini qo'rqitib qo'yman deb vaqirab saldim apa. Ko'nglinga olmag'ina. Meni sanatoriyaga opratmaydi qolsa bo'ladi. Bu qandoqsiga mumkin bo'lsin apa? O'zim sanatoriyaga berib turishga rozimanki, seni hargiz undaq yerga opamayman. Ba'zida hushing joyida vaqtida senni ko'ryapsa, ayolim heli uyning ishi bilan, heli balning ishi bilan, heli seni boqadigan ishi bilan bek aldirash, ikki qo'lini to't qilolmayotdi. O'ylab baqa. Kelin qizing bir janni ish qilolmayotgan edi. Sen bizga bunda jafo solsang, bizmi o'zimizni tutib olmay qoldik ekanmiz apa. Turmush ritmi tezlashayotgan bugungi kunda bizga ham oson to'xtamaydi ekan. Asli bizning ro'yatimizni ko'rgan chog'da bunda bo'lib qolmagan bo'lsang yaxshi bo'ladi apa. Bizmi sening bizdan rozi bo'lgan, ko'zlaringdan xo'shallik chiqayotgan holatingni ko'rgan bo'lsak, bek yaxshi bo'ladi. Aras apa, ocham bilan inimga telefon qilay, kez ko'rishib olamsan ya. Men qaytib kirib qoldim fuka. Apa, seni vaqt-vaqtida yo'qlab kelammidik. Nimandiq o'riqlab ketdi. Yo'q apa, o'riqlamadim, o'xshashli turyaptimi? Fukam, meni kechirgin. Boy ishning oldi-keydan uqmayla seni ayblab ketibdimi? Aras, opamni kechalar uxlayamaydigan bo'lib qoldi deyotding. Shunga bu tabiiy amning oliy dinar yurishligini opamga og'ash keldim. Jigar masalalarga qarata oziqlik o'rnida iste'mol qilsa bo'ladi-ku. Men yo'q chog'larda ish ko'zib qo'yasiz. Rahmat acha. Qo'rqul kelsam bo'laverdi. Lekin bu so'g'ini keldim deb opamni ekitmaysang bo'lmaydi juma. Nimishqa? Ukam bilan ishqinglarning xizmatinglar bak aldirash acha. Sen shirkatning munavvar bir xizmatchisi. Mundaq aytganda, ukam bilan ishqinglar oilamizning faxri.
sizlar shaharda yaxshi kun ko'rsanglar, opam bilan ikkimiz shunday xotirjam bo'ldik emas. Rahmat ukam. Sen bu ailemizni deb pek ko'p bedellarni to'lab ketding. Sendek vafodor qarindishimning bo'g'indan to'lim faxrlanaman. Bu dünyada baktım benim anamsiz anam. Bu dünyada baktım benim anamsiz anam.